Odamlar doim shunaqa qiladi. Hatto o'z oilalariga ham. Onalar qo'ng'iroq qilgan payt 90% odam shartni o'chirib qo'yishini bilarmiding? Meni dunyoga keltirib katta qilganingiz uchun rahmat, oyi. Javobsiz qo'ng'iroq. Nima? Yo'q, insoniyat omon qoladi. Men siz omon qola olmaysiz. Masalan, Wi-Fi'ni o'chirib qo'ysam, nimalar bo'lishini tomosha qil. Voyda! Kimlar yo'qolib qoldi? Kimdir ovqatimni suratga olib qo'yadimi, iltimos? Qani ko'z o'ngimni ochib berasizmi? Bo'ldi, qadimgi dunyo o'ldi. Wi-Fi'ni qayta tiklash uchun zudlik bilan routerga qurbonlik qilishimiz kerak. Bepul Wi-Fi. Tezroq Tekin. Wi-Fi, tezroq. ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की